Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlarga xayrli kun tilagan holatda kunlik vlogimning keyingi qismini metroda davom ettiramiz. Ko'rib turganlaringdek chaqalog'imni kenguruchaga solib olib yo'lga tushdim. Sumkamizga kerakli narsalarni solib olganmiz. Bugungi ketayotgan tadbirimiz Dongui universitetida O'zbekiston mustaqilligining 34 yilligiga bag'ishlangan tadbir va biz Dongui yo'qqa metroda yetib keldik. Universitetni o'ziga borish uchun avtobusga chiqishimiz kerak edi. Chunki Koreyadagi universitetlar judayam tepalikda joylashgan. Odatda maktab va universitetlarni tog'lik joylarga qurishadi. Bolalar va talabalarni sog'lig'iga foydali qilish uchun ertalabki badan tarbiyani o'rniga universitetga xuddi tog'ga chiqqandek chiqib borishadi. Biz bo'lsa shoshilib turgandik shu kuni, tadbirga kech qolib, shunga osongina avtobusga chiqib oldik. Mana universitet judayam katta va chiroyli, tog'li hududda joylashgan, daraxtlari ko'p. Havosi judayam toza, tabiati ham chiroyli. O'zim yaqinda universitetni bitirdim. Bu universitetga bir bor kelib, o'qishimni davom ettirish xohishim yana ham oshib ketdi. Lekin chaqalog'im borligi uchun biroz tanaffus olamiz. Endi tadbir bo'layotgan binoni qidirib yo'lga tushdik. Mana yetib kelib ham oldik. Binolar ichi toza, judayam chiroyli. Ko'rib turganlaringdek mustaqilligimizga bag'ishlangan milliy kiyimlar, o'zimizga yoqadigan shirinliklar, suvlar Zomin oshxonasi tomonidan tayyorlangan. Keyin bizga vatanimiz sog'inchini bosadigan videorolik qo'yib berishdi. Bu tadbir Vatandosh fondi va Koreya O'zbekiston elchixonasi tomonidan birgalikda uyushtirilgan. Tadbirdagi hamma nozu ne'matlar, tadbirga hamma ketgan xarajatlar O'zbekistonimiz tomonidan qoplangan. Shu yerda ko'pchiligimiz taniydigan ustozimiz tomonidan bizga onlayn tarzda o'zlarining oltinga teng so'zlarini gapirib, suhbatni boshlab berdilar. Judayam bizga qiziqarli va kerakli motivatsiyani berdilar ustoz. Ko'proq o'qishga, ishga berilib ketmaslikka, bilim olishga, kitob o'qishga bizni undadilar. Judayam o'zbek qizlarimizni ko'rib turganlaringdek milliy kiyimlarda atmosfera judayam chiroyli. Bu yerda yana 4 ta spikerlarimiz bor edi. 4 ta spikerlarimizdan uchalasi bizga tanishtirilgan IT sohasi bo'yicha, Koreyada meditsina sohasi bo'yicha va tadbirkorlik bo'yicha o'zlarini kerakli va foydali bilimlarini biz bilan ulashib o'tishdi. Va tadbir hammamiz sevib tomosha qiladigan, hammamiz yaxshi ko'rgan Zakovat o'yini bilan davom ettirildi. 1818-1843 yillar oralig'ida Hindistonda bo'lgan vaqtida Jorj geodeziya va kartografiyani yangi bosqichga olib chiqadi. Qattiq shamollab qolgan Jorj o'z vataniga qaytadi va Emma Wing uning qalbini zabt etadi. Savol: Jorjning familiyasini toping. Vaqt ketdi. Sizlarga ham qiziqdir deb bitta savol qo'yib ketdim. Bu savolning javobi esa Jorj Everest edi. Hammamiz bilgan o'sha dunyodagi eng baland tog' Everest tog'i shu inson nomiga atalgan. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda qattiq ishlab Zomin oshxonasining ishchilari judayam chiroyli dasturxon tuzashdi. Bu orada tadbirdagi zakovatni kim yutgani aniqlandi. Milliyligimizdan bo'lgan bu go'zallikni sizlarga yana bir bor ko'rsatib o'tib ketgim keldi shu yerda. Va ko'ringlar bu katta qozonni. Shu qozon to'la yurtdoshlarimizga osh damlangan. Shu yerda, shu universitetning o'zida yurtdoshlarimiz judayam ko'pchilik bo'lib kelishganligi uchun shunaqa uzundan uzun dasturxon tuzilgan. Va mustaqilligimiz tadbirini O'zbekistondagi yurtdoshlarimizga ham ko'rsatib berish uchun Mening yurtim 5 telekanalidan muxbirlarimiz kelib, tadbirda Zakovatda yutgan yurtdoshlarimizni intervyu qilishdi.
Butun tadbir davomida meni bebecham o'zim qo'limga tegmadi. Butun xolalar menga yordam berib, ko'targisi kelib, qo'llarida olib yurishdi va tadbirimiz Bo'sa jamoasi, Bo'sandagi talabalarni qo'llab-quvvatlovchi community'ni aktivlariga diplomlar topshirish bilan davom etdi. So'ngra esa O'zbekistondan kelgan xushovoz xonandalar bizga qo'shiqlar kuylab berishdi. Biz bo'lsa bu orada dasturxonga o'tirgan edik. Bu atmosferada o'zbekcha qo'shiqlar bilan osh yeb, o'zimni xuddi ertalabki oshga borganday his qildim. Bu yog'ini esa meni ovozimsiz tadbirni biroz tomosha qilinglar. Marhamat. Shunaqa chiroyli raqslar bilan tadbirim yakunlandi. Bu chiroyli universitetni odam tark etgisi kelmaydi. Manzarasi o'ta go'zal, tabiati o'ta go'zal. Binolarni qarang, tog'larga tutashib ketgan. Shunday qilib biz taksi kutib manzarani tomosha qildik. Taksimiz ham kelib qoluvdi. Keyin uyga yo'lga tushdik. Video yoqqan bo'lsa, like va kommentariy qoldirishni unutmang. Keyingi videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Judayam minnatdor bo'laman. Sizlarni hammalaringni yaxshi ko'raman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Hammaga annyon.